Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Demak, navbatdagi bemorimiz 2002-yil. Bemorning shikoyatlari bosh og'rig'i, yuzning chap qismida doimiy og'riq. Bemor tez-tez gaymarik bilan lechina olib turadi. Oxirgi 2 oy oldin lechina gaymarik bo'lgan, effekt bo'lmagan, bir nechta doktorlarga borgan, prokol ham qildirilgan 3 marta. Og'riq qaytalanib qolish hisobiga bizga murojaat qilib keldi. Murojaatdan keyin bemor operatsiya, kompyuter tomografiya qildirgandan keyin operatsiya tavsiya qilindi. Bemorni rejali ravishda burun to'siq qiyshiqligi to'g'rilandi, chig'anoqlari plastika qilindi va mikrogaymarotomiya chap taraflama qilindi. Bemorimiz ahvoli hozirda yaxshi.